Sizga DNK mavzusi bo'yicha masala berilgan ekan. Masalaning sharti bo'yicha bizada 3 xil DNK molekulasi bor ekan. Bizga berilayotgan ma'lumotlar esa ulardagi bog'lar farqi. Ya'ni birinchi DNK uchun bog'lar farqi 1 ga teng, ikkinchi DNK uchun esa 2 ga teng, uchinchi DNK uchun esa 1,5 ga teng ekan. Bizda yana bir berilayotgan ma'lumot uchinchi DNK uchun guaninlar soni 58 ga teng ekan. Xo'p, bizda mana shunday vodorod va fosfodifir bog'lar farqi berilgan masalalarda o'zini umumiy formulasi bor edi. Xo'p, formula bo'yicha vodorod va fosfodifir bog'lar sonining ayirmasi ana shu chiqqan sondan 2 ni ayirganimizda bizda DNK bo'yicha guaninlar soni chiqar edi. Mana shu bo'yicha biz 3-DNK bo'yicha masalani ishlashni boshlaymiz. Ya'ni biz bunda 3-DNK bo'yicha bog'lar farqi 1,5x ga teng deb oldik. Undan 2 ni ayirganimizda 58 chiqishi kerak ekan. Xo'p, x dan chiqqan son esa 40 bo'ldi. Ya'ni 40 bu farq. Mana shu birinchi DNK uchun 40 dan 2 ni ayirganimizda DNK uchun umumiy 38 ta guaninlar soni chiqar ekan. Ikkinchi DNK uchun esa ya'ni 2x deb oldik. Ikkinchi DNKni ana shunda 40 ni 2 ga ko'paytirib olamiz 80. 80 dan 2 ni ayirsak esa 78 ta ikkinchi DNK uchun guaninlar soni chiqadi. Xo'p, uchinchi DNK uchun esa 1,5x ga teng dedik. 40 ni 1,5 ga ko'paytiramiz. 60 chiqar ekan. 60 dan 2 ni ayirsak, ya'ni formula bo'yicha 58 chiqar ekan. Bu 3-DNK bo'yicha guaninlar soni. Endi masalada berilgan shartlari bo'yicha ishlashni boshlaymiz. Masalan, sharti bo'yicha birinchisida so'ralgani umumiy uchala DNKdagi guaninlar soni so'ralgan. Birinchi DNKda guaninlar soni 38, ikkinchi DNKda esa 78, uchinchi DNKda esa 58 ni tashkil qiladi. Hammasini qo'shganimizda esa 174 ta guanin chiqar ekan. Bu masalani birinchi sharti bo'yicha. Xo'p, bizda esa ya'ni ana shu guanin va sitozinlar o'rtasidagi vodorod bog'larini so'ralgan. 174 ni 3 ga ko'paytiramiz. 522 ta guanin va sitozinlar o'rtasidagi vodorod bog'lar ekan. Xo'p, ikkinchi sharti bo'yicha aytilganki, ikkinchi DNK bo'yicha sitozinlar soni nechta deyilgan. Ya'ni komplementarlik asosida biz bilamizki, guaninlar qancha bo'lsa, sitozinlar ham shuncha bo'ladi. Demak, 78 ta ekan. Xo'p, uchinchi sharti bo'yicha bizda so'ralgan savol birinchi DNKda guaninlar va sitozinlar o'rtasidagi vodorod bog'lar sonini toping degan. Uchinchi DNKda 38 ta guanin bo'ladi. Shuni 3 ga